Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Asaka tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda fuqaroning murojaati asosida o'tkazilgan tezkor tadbirda yana bir korrupsion holatga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida Asaka tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining birida kadrlar bo'yicha menejer lavozimida ishlovchi shaxs o'zining xizmat mavqeyidan foydalanib, Asaka tumanida yashovchi fuqaroning farzandini 1-sinfga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Buning evaziga u fuqarodan $300 talab qilib, mazkur mablag'ni olgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi G bandi hamda 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda mazkur jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Andijon viloyatida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida korrupsion holatlarga qarshi ayovsiz kurash davom etmoqda.